Assalomu alaykum ahli guruh yaqinlarim, qadrdonlar. Bugun ertaga bonus bor ekan. Xudo xolasa Arab ekan 1000 kunlik ro'zani savobini olsa bo'lar ekan. O'shanga esdan chiqmasin. Ertaga ro'za tutinglar. Yaqinlarga ham tarqatib yuboringlar, bilgan bilmaganlarga. 1000 kunlik ro'zani savobini bir kun tutib olsa bo'lar ekan. Faqat bu 1 yilda bir marta bo'ladi. Bu Arafa 1 yilda bir marta keladi. Shunga esdan chiqmasin, hammaga tarqatib qo'yinglar, esda borlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Arafa kuni tutilgan ro'za 1000 kunning ro'zasi kabidir. Arafa kuni tutilgan ro'za 1000 kun ro'za tutgani savobini beradi. Kecha Arafat kuni ro'za tutgan birodarlar muborak bo'lsin shu bashorat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abi Qotodadan rivoyat qilingan so'z aytadilar: "Savmu Arafata kaffaratu sanatin qablahu va sanatin ba'dahu." Arafat kuni tutilgan ro'za 2 yilga kafforat. Ya'ni avvalgi 1 yil va keyingi 1 yil. Payg'ambarimizning yana bir hadislarida Arafat kungi ro'za 1 yil avval o'tgan gunohlar va 1 yildan keyin keladigan gunohlarning kafforati bo'lishini umid qilaman deganlar. Mana uchala hadisni qo'shadigan bo'lsak, demak Arafa kuni ro'za tutgan odam, Arafat kuni ro'za tutgan odam 1 yil avvalgi gunohlarning kechilishiga sabab ish qildi.